Assalomu alaykum. Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays firmasining rasmiy ofisidamiz. Xudo xolasa siz obunachilarimizga 2026-yil iyul va avgust oylariga yangi qabullarimiz davom etmoqda. Xudo xolasa shularni bir batafsil va to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli safarlarda amalga oshirishga, biz sizlarga yordam qilishga va bundan tashqari sharoitlarni chiroyli qilishga harakat qilamiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Ya'ni o'zimizni mana shu yerdan ketgan povurlarimiz, xudo xolasa sizning xizmatingizda chiroyli taomlar bilan, ibodatga quvvat bo'ladigan taomlar bilan siylashadi. Xudo xolasa sizlarga hozirgi kunda Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Haftaning har seshanba sanasiga Toshkentdan reyslarimiz, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'onadan primoy reyslar bo'ladi. Hech qanday peresadkalarsiz, xudo xolasa kutishlarsiz, primoy aytilgan vaqtda, aytilgan soatlarda xudo xolasa uchib kelayotgan Centrum Air samolyotlarida parvozni amalga oshirasizlar. Xudo xolasa hozirgi kunda bizda tajribali va malakali 50 boshlarimiz hamrohligida 14 kun mobaynida sizlarga ham ziyorat, ibodat va sayohatlaringda hamrohligida xudo xolasa birga 50 boshlarimiz tajribalari juda ham chiroyli birgalikda amalga oshirish imkonini beradi. Agarda to'liq va batafsil ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekranda raqamlarda bemalol bog'lanib aloqaga chiqishlaring mumkin. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham biz bilan bog'lanib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Bundan tashqari ota-onangiz va oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, aynan biz ota-onangizga bir chiroyli bir sovg'a tariqasida, ya'ni tabriknomalarni tayyorlab, ism familiyalarni qachon va qayerdan tushishadi, shularni bir qator ism familiyalarini yozib, chiroyli qilib olib borib, tug'ilgan kunlarni tabriklab kelish imkoniyatlarini ham xudo xolasa yo'lga qo'yganmiz. Bemalol bizga bog'lanib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Do'stlar, hozirgi kunda narx-navolarga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz $1000 qilib belgiladik va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz esa $1050 qilib belgiladik. Agarda vizangiz bo'lsa, Farg'onadan $950 parvoz qilishingiz mumkin, Toshkentdan esa $900 bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ya'ni to'lovlarimiz qanday bo'ladi? To'lovlarimiz siz bizga Telegram orqali Instagram pasportlar taqdim qilganingizdan keyin biz operatorlarimiz sizlarga bank shot raqamlarini beradi. O'zingizga yaqin bo'lgan xohlagan bank ofis yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'laveradi. Bundan tashqari Farg'ona, Marg'ilondan bo'ladigan bo'lsa, rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatingiz bor do'stlar. Bemalol biz bilan bog'lanib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilinglar. Bunday imkoniyat, bunday sharoit har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina Umra ziyorati kanalining qadrli va maxsus obunachilar uchun video bo'ldi degan umiddaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.